lazerli korreksiya bo'yicha eng ko'p beriladigan savollar. Lazerli korreksiya og'riqlimi? Assalomu alaykum aziz do'stlar. Avvalambor lazerni korreksiya qilayotganda har bitta bemor mana shunaqa savol beradi bizga: operatsiya og'riq bo'ladimi yoki yo'qmi? Absolyutda og'riq bo'lmaydi, chunki biz ko'z tomchilar bilan anesteziya qilamiz, mesni anesteziya qilib, keyin muolajani boshlaymiz. Bemorlar og'riq emas, qanaqadir diskomfort sezishi mumkin. Bemorga biz instrumentlarni tegayotganimizni yoki ko'z yoshini artayotganimizda teganlarni sezishi mumkin, lekin og'riq sezilmaydi. Misol uchun болевой порогni 0 dan 10 gacha hisoblasak, где-то 1 atrofida bo'lishi mumkin. Menga ishonmasligingiz mumkin, ammo bizani Instagram profilimizga yoki YouTube'ga o'tsangiz, bizani video odzivlar bor bemordan. Live video olganmiz operatsiya payti. To'liq bemor aytib o'tadi nima sezayotganini, nima his qilayotganini. Shularga qarab, sizlar ham bilib olsanglar bo'ladi, og'riqlimi yoki og'riqsizmi bu muolaja. Lazerli korreksiyadan keyin qancha vaqt ichida ko'rish tiklanadi? Avvalambor lazerli korreksiyani bir nechta turlari bor. Eng ko'p qilinadigan usuldan bittasi bu LASIK operatsiya hisoblanadi. Bu operatsiyadan keyin bemor taxminan 4 soatcha diskomfort his qilib, tuman bo'lib turadi ko'zida, sal xiraroq ko'rib turadi. Ammo 4 soatdan so'ng kechga yaqin bemor уже sekin ko'rishni boshlaydi. Uxlab turgandan so'ng ertalab uyg'ongandan keyin bemor уже maksimal ravishda ko'rishni boshlaydi. Minus nechidan necha darajasigacha lazerli korreksiya qilish mumkin? Juda ham to'g'ri savol, juda ham ko'p bemorlar bu savolni beradi. Hozirgi kunda minus 0.5 dan boshlab minus 12-12,5 gacha lazerni amaliyoti qilsa bo'ladi. Ammo hamma bemorda har xil, chunki operatsiya qilishdan oldin biz ko'zni shoh pardasini qalinligini o'lchashimiz lozim. Chunki bir xil holatlar bo'ladi, minus kichkina bo'lsa ham, shoh parda yupqa bo'lsa, biz lazer amaliyot qila olmasligimiz mumkin. Ammo ko'zni holati to'g'ri kelsa, minus 12 gacha ham biz lazerda olib tashlasak bo'ladi minusni. Azizlar, sizlarda ham qandaydir savollar bo'lsa lazerni korreksiya haqida izohlarda, kommentariyalarda yozib ketsangiz, bizga juda ham qiziq bo'ladi va keyingi videolarda biz shu savollaringizga javob beramiz. Rahmat, ko'rishguncha.